Yana bitta oddiy savolga qaraymiz. Yengil deb bosh og'ritishadi, lekin juda ham oddiy savol. Ushbu vaziyatda qaysi transport vositasiga harakatlanishga ruxsat etiladi? Ya'ni bu yerda qaysi transport vositasiga yurish mumkin? Bu yerda tramvay bilan yengil avtomobil turibdi. Yengil avtomobil to'g'ri yurmoqchi, chunki hech qanaqa pоворотники yo'q. Tramvay o'ngga burilmoqchi. Endi bu yerda tramvay o'zini svetoforiga qaraydi, ya'ni tepadagi to'rtburchak oq T-simon oq svetoforiga qaraydi, avtomobil pastiga transport svetoforiga qaraydi. Xo'p, yashil yongan, demak to'g'ri yurish mumkin. Demak, oq avtomobilga harakatlanishga ruxsat etadi. Tramvayga yurish mumkinmi degan savolga mana qo'shimcha rasmimiz bilan javob beramiz. Qaranglar, bu svetoforlarni ishlash prinsipi. Bu svetoforni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bu svetoforni T-simon svetofor, ya'ni T harfiga o'xshaydi. Oq yongani bu ruxsat beruvchi, yongani, qora bu taqiqlovchi, tushunarli? Mana birinchi e'tiborga oling, birinchi holatda barcha yo'nalishlarga yurish mumkin. Ikkinchi holat faqat to'g'riga, uchinchi holat faqat chapga, to'rtinchi holat faqat o'ngga. Beshinchi holat to'g'riga va chapga, oltinchi holat to'g'riga va o'ngga. Yettinchi holat o'ngga va chapga va oxirgi svetoforga e'tibor bering. Bu svetoforda harakatlanish taqiqlanadi, chunki tedagi asosiy chiroq yonmasa, tepadagilari bu yo'naltiruvchilar, ular hech narsa qilmaydi. Yo'naltiruvchilar qachonki asosiy bilan yonsa, o'shanda harakatlanish mumkin. Tushunarli? Shuning uchun bu savolimizda tramvayga yurishga harakatlanish taqiqlanadi, chunki tramvay o'ngga burilmoqchi, o'ngga hali yonmagan svetofor. Avtomobilga harakatlanish mumkin. Shuning uchun bu savolimizning javobi ushbu vaziyatda qaysi transportga harakatlanishga ruxsat etiladi? Yengil avtomobilga. Faqatgina yengilga mumkin. Qolgan transportlarga harakatlanish taqiqlangan, ya'ni tramvayga. Rahmat, sog' bo'linglar.